Nimaga Xudoy taborak va taolo shunaqa erkinlik berib qo'yapti? Namozni deydi tikka turib o'qilmasin deyapti. O'tirib o'qi deyapti. O'tirib o'qishgan yaramayapsanmi deyapti. Ey, yotib o'qi deyapti. Yotib o'qishgan yaramayapsanmi deydi. Imo ishora qilib o'qi deyapti. Unga ham yaramaysanmi deyapti. Qo'shqovoqingni qimillatib o'qisang ham mayli qabul qilaman deyapti. Endi shu barzangi 70-80 kilolik go'sht, ha? 12 soat ishlab tushganini ham qo'shib 15 desa, 13 desa, uni ham chanoqini ham olib 170 ta urib kelayotgan ovqatni ya'ni 12 ga qozonkof bitta patirnon bilan yeb olayotgan Sota nimani bahona qiladi namozga?